Chol yana baqira ketdi. Ercha, Yuchen, qana to'xtash yo'q. Qara, Jiashen va Fengxia qanday yaxshi haydashyapti yerni. Hatto Kugen ham buni uddalayapti. Bir bosh ho'kizga shunchalar ham ko'p ism qo'yiladimi? Qiziqib dala oraladim. Qariyaga yaqinlashgach, bu ho'kizning nechta laqabi bor, dedim. Chol omochga suyangancha qaddini rostlab menga boshdan oyoq sin solib qaradi. Sen shaharlikmisan, shundaymi? Ha, deya bosh irg'adim. Qariya ishonch bilan bir qarashdayoq sezgandim o'zi, dedi. Xo'sh, bu ho'kizning nechta laqabi bor? Savolimni takrorladim. Qariya, bu ho'kiz Fugui, uning bitta laqabi bor, xolos, deb javob berdi. Lekin biroz avval bir nechta ism bilan chaqirdingiz-ku. Mo'ysafid yoyilib kuldi. Qo'li bilan imlab meni o'z yoniga chaqirdi. Yaqinlashganimda nimadir demoqchi bo'ldi-yu, negadir darhol fikridan qaytdi. Ho'kiz boshini ko'targanini ko'rib unga o'shqirdi. Darrov quloqingni ding qilma, qani, boshingni eg va ishla. Ho'kiz boshini xam qildi. Bu orada chol menga asta shipshidi. Dalani bir o'zim haydayapman deb o'ylashidan hadiksirayman-da. Shuning uchun uni aldash niyatida bir nechta ismlarini aytyapman. Atrofida boshqa ho'kizlar ham omoch tortayotganini eshitsa, yaxshiroq ishlaydi. Qariya jilmaydi. Oftob nurida yaltiragan bug'doy mag'iz yuzidagi ajinlar bir-biriga qorishib ketdi. Ular xuddi loy to'lib qolgan egatlarga o'xshardi. Keyinroq o'sha quyuq ko'lankali daraxt ostiga yonimga kelib o'tirdi va jazirama tushdan so'ng menga o'z hikoyasini so'zlab berdi. Birinchi qism tugadi.